Uyghur ölimalarning Uyghur milliy mavjudligini qo'g'dashdagi roli. Bir millatning milliy mavjudligi oldi bilan u millatning tili, urf-odati, diniy e'tiqodi, milliy madaniyati, milliy tibobati, milliy ruhi, milliy vatani va milliy davlati qatorliq ko'p xil vositalar va zarur omillar to'liq tepilgandila ondan uzoq muddat haqiqiy kapolatga ega bo'ladi. To'limi afsus, Uyg'ur xalqi yaqinqi 150 yilda ko'p qatim ona tildan, urf-odatlardan, diniy e'tiqodidan, milliy madaniyatidan, milliy tibobatidan, milliy ro'yidan shafqatsizlarcha mahrum qilinib keldi. Bularning hammasi Uyg'ur xalqining mustaqil davlati va o'zini qo'g'daydigan qattiq kuchining bo'lmaganligidan edi. Shundaq bo'lishiga baxmay, qaysar Uyg'urlar Uyg'ur milliy madaniyatidan iborat yumshoq kuchiga tayanib, 3 cho'ng imperiya orasida o'z milliy mavjudligini saqlab keldi. Bu jarayonda Uyg'ur xalqini yetaklab mangan va Uyg'ur milliy mavjudligini qo'g'dash yo'lida hayotini olqiniga elib qo'yib, millatiga adoqqichi sodiq bo'lib, qonlari ona vataniga to'kilgan o'limalarning roli cho'ng bo'ldi. Ölimalarning Uyg'ur milliy mavjudligini qo'g'dashdagi roli bir millatni millat sifatida saqlab turadigan 3 xil muhim asosli element va bir millatni yuksaltiradigan 5 asosli terminda alayda gavdalanadi. 3 element bo'lsa, oila, ma'rif va tarixdir. Xitoylar Uyg'ur millatini yo'qotish uchun Makiavellizmning bir millatni yo'q qilish uchun oilasini parchalash, ma'rifni vayron qilish, jamiyatni yo'qotish, sarxillarni tozalash, tarixni tamoman o'zgartib tashlash kerak degan qabiy ko'rsatmasi bo'yicha harakat qilmoqda. Vaholanki Uyg'ur o'limalari oilaning ulgisi, ma'rifning sarkisi, Uyg'ur jamiyatining peshvosi, millatning eng sarxil kishilari, millatning samimiy tarixchilari bo'lgan davrlarda Uyg'urlar 10 yil ichida 2 qatimliq milliy jumhuriyatimizni qurib chiqqan edi. Undaqda ana vatanimizdagi Uyg'ur o'limalari bir millatning milliy mavjudligini qo'g'dab qolishdiki 3 asosli element va 5 asosli terminda qanchalik rol oladi va qanchalik unumga erishadi. Ularning Uyg'ur milliy mavjudligini qo'g'dashdiki isyonkor ro'yi va minnatsiz fidokorligi qaysi jihatlarda ro'shan gavdalanadi? Birinchi ideyaviy jihatda. Uyg'urlar 1909 yilgacha uda 3 asr urush va mustamlikaga uchrash tufayli jaholat va tushkunlikka duchor bo'lib, o'zidan yatlashib ketgachga, ularni hushiga keltirish va kimligini e'tirof qildirish uncha osonga to'xtamaydi. Biroq Uyg'ur diniy o'limalari himmat bilan sabrdan holva yasab yurib, 10 yildak yurak qonlarini sarf qilish orqali oxiri Uyg'urlarning milliy ro'yini qaytadan qo'zg'atdi. Bu xil ruh keyingi 100 yillik milliy mavjudligimiz uchun mo'ljalligisiz ijobiy ta'sirlar va mo'jizlarni bizga qoldirib ketdi. Ana vatanimizning shimolida Abdulmutolli Xalpitim 1885 yildan 1915 yilgacha 30 yil vaqt sarf qilib, elidagi Uyg'urlarni hozirgacha boshqa joydagi Uyg'urlar uchun ulgu bo'la oladigan turi qilib yuksaltirib chiqdi. Uning yangicha ma'rif islohoti shu chog'dagi Uyg'urlarning ideyasida cho'nqur ta'sir qoldirdi. Milliy ma'rifni zamonaviy fanlarni ko'plab saplash bilan yangilik yaratgan Xalpitim keyincha Uyg'ur xalqi uchun eng qimmatli harbiy kuchni taqdim qildi. Hozirgacha Mutaalli Xalpitimning ma'rif orqali oqartish xizmati, ideyaviy xizmatlari, diniy tadqiqotlari va siyosiy tuhfalari qatorliq sohalarda asosan hech qanday tadqiqot elib berilmadi. Ikkinchi, ong va ijtimoiy islohot jihatda. Ongsiz xalq hamon boshqalarga qul bo'lib o'tib ketadi. Ongliq bo'lish uncha oson ishmi emas. O'z millatining ongliq va aqlliq bo'lishi, ajdodlardek pam-farosatlik va jasoratlik bo'lish uchun barliqini beg'ishlagan Abduqodir Domollam haqida oltindan hal berib, qanchalik doston yozsaq ozliq qiladi.
Abduqodir Domollamning millatni yuksaltirishdagi ifodasi, islohot elib berishning ta'xirsizligi va yiroqni ko'rarligini uning ba'zi nutuq va tashabbuslaridan aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Qarindoshlar, vatandoshlar, biz azaldan qobil, botir xalq edik. Toki Pamirdan uzoq Oltaygacha chidir bariga tikib, saltanatlik o'rda taxtlarni qurib, davron surgan el edik. Qachonki bizga jaholat, nodonlik, xurofotlik, ittifoqsizlik, hasadxo'rlik, manmanchilik, shaxsiyatchilik illatlari chaplashdi. Shu kundan boshlab zavolliqqa, xoru zabilliqqa yuzlandik. Hozirgi ahvolimiz buning jonliq dalili. Qarindoshlar, vatandoshlar, o'ylab ko'raylik, muloyiza qilaylik. Hozirmi vaqt kech emas. G'aflat uyqusidan irg'ib turib ko'zimizni açsaq, ittifoqlashib bir yoqidan bosh chiqarib, asorat kishanlarini pochaqlab tashlasak, palakning chaqini o'ngga burab, istiqbolimizni yo'rtishga, vatan millatni saodatli kunlarga yetishtirishga hechmi kechikmaymiz. Abduqodir Domollam yolg'izla ma'lum sohaga tava kishilarga xitob qilibli bo'ldi qilmasdan balki butun millatga xitob va nasihat qilib shundoq deydi. Bu davr ilm ma'rifat davridir. Jaholat va nodonlik davri emasdir. Say'i va g'ayrat vaqtidir. Susluq, bekorchilik davri emasdir. Boshqa xalqlar ilm ma'rifat ko'kida uchmoqda, suv taktida uzmoqda. Bizlar bo'lsak, hamon g'aflat uyqusida turmiz. Uyqu o'limning muqaddimasidir. Bu tarzda davomli uxlamoq zavolliq va halokatdir. Uyqudan bedor bo'laylik, hali ham vaqt va fursat bordir. 3. Siyosiy mafkura va siyosiy farosat jihatda. Uyg'urlar yaqinqi 100 yil ichida har xil siyosiy va ideaviy iqimlarning bas-basta ta'siriga uchradi. Bu iqimlarning hammasi chet eldan kirgan bo'lg'achqa, Uyg'urlar bu iqimlarni qabul qilishda yanala diniy o'limalarning ifodasiga baxti. To'limi afsus, bunda qilishning ham ijobiy roli, ham salbiy roli tangli o'ttirg'i chiqdi. Salbiy roli shu bo'ldiki, Abduxoliq Uyg'ur Qrim va Ural atrofidagi tatarlar qo'zg'algan tatarchilik asosida elib kelgan Uyg'ur milliy ro'yi va milliy kimlikni tonish chaqiriqi turpan miqyosidagi jaholat kuchlar tarafidan bid'at deb qarilib, avam orasida qilchi ta'sir qo'zg'ay olmadi. Hatto ular Abduxoliq Uyg'urni shingsayga chiqib, kallasini oldirdi. O'xshash ahvol Qashqar va Otishda ko'rildi. Mantili apandi Mustafa Kamal Atatürk Turkiyada hadab umumlashtirayotgan turkchilikni elib kelsa, yurtidagi jaholat pirlari unimi bid'atchi deb qarab, fursat kutib, Mahmud Mo'yidi ketgandan keyin Qodir hojining qo'li bilan Mantili apandini yo'qotdi. Kommunizm orqali Uyg'ur milliy mavjudligini saqlashni tashabbus qilganlar murtad va dahri deb qarlansa, jadidchilik va turk millatchiligi orqali Uyg'ur milliy mavjudligini Xitoy va o'rislarga singishib ketishdan saqlashni tashabbus qilganlar bid'atchi va jaholatchi deb qaralandi. Oqibat xalqimiz nodonlikning badalini 100 yil qon yoshlik qismatlar bilan ig'ir o'tidi va o'tab kelmoqda. O'tgan asrdagi Uyg'urlar ichida siyosiy mafkura va siyosiy farosat jihatda pishib yetilganlar va yiroqni ko'rganlar yanala Uyg'ur o'limalari bo'lgan. Abduqodir Domollamdan boshlangan siyosiy sezgirlik Sabit Domollam vaqtida meva bergan. Sabit Domollam o'zining ilmiy saviyasi va xalqaro vaziyatning taqozosi bo'yicha harakat qilib, badavlat Yoqubbek yo'qitilgandan keyingi hokimiyatni qurib, xalqning engini g'idiqlab, ko'zini ochgan. Uyg'ur tarixida yangi sahifa yaratgan. Garchi uning qurgan davlati oqar yulduzdek birli parlab o'tgan bo'lsa-mu, biroq uning ta'siri tegicha davom qilmoqda. Uyg'urlar ana shu umri qisqa hokimiyatdan kuch va ibrat olmoqda. Vatanimizning eng murakkab siyosiy vaziyati ostida bo'libmi, eng vahimli qo'rqinchli shingsay davrda boshdan oxir tez pukmay, uda 22 yil nopozini saqlab qoladigan va dushmanni tez puktiradigan donliq shaxs Abdukarimxon Maqsummi yanala diniy o'lima edi. Maqsumning oila kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak,
uning oilasining necha avlod diniy peshvolar chiqqan an'anaviy o'lima jamiyati ekanligini bilib olaymiz. 1949-yili 10-oyda Kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan tajovuz qilib Sharq Turkistonni besib oldi. Abdukarimxon Maxsum bu vaqtda 79 yosh edi. Abdukarimxon Maxsum Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining ministri edi. Qashqarning valisi edi. Sharq Turkistonda obro'y, nupuzi eng kuchlik, eng mo'tabar kishi edi. Xitoyga nisbatan texmi muhimi Abdukarimxon Maxsumning kaynida Stalin bor edi. Şoňa Wangjin Qashqar o'limalari oldida o'zining hayvisini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lib, tapanchasi bilan qo'rqinish paydo qilganda, Maxsum 1938-yili Stalin sovg'a qilgan tapanchasini chiqarib, Kalva Wangjinni rasvo qilgan edi. Şunlaşqa Abdukarimxon Maxsum vafot bo'lishdan burun Xitoy Qashqarda hech qancha yomonlik qila olmagan. Gerçi Stalin 1953-yili o'lgan bo'lsa-mu, biroq Xitoylar yanala Maxsumni hech nima qila olmagan. Shunday qilib, diniy olim, tunilgan jamoat arbobi, Sharq Turkiston milliy ma'rifining g'olliq asoschilaridan biri, inqilobchi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining ma'rif ministri, Qashqarning valisi marhum Abdukarimxon Maxsum 1955-yili 2-oyning 6-kuni 85 yoshida vafot bo'lgan. 4. Uyghur milliy madaniyatining jini, urf-odat va til yoziqni saqlash jihatda. Til yoziq va urf-odat bir millatni saqlab qolishdagi eng muhim asos. Biz navbatda muhojiratdagi Uyg'urlar orasida oralla tilimizni saqlay oldik. Lekin yoziq va urf-odatlarimizdan, vatandan qandoq mahrum qilgan bo'lsak, shundoq mahrum bo'lyapmiz. Yaqinqi 100 yildan beri Uyg'ur xalqiga til yoziq va urf-odat jihatdan izchil ulgu bo'lib kelganlar yanala Uyg'ur o'limalardir. Garchi bir qism ziyolilar til yoziq jihatdagi talanti bilan Uyg'urlikni saqlab qolishga kuchi yetgan bo'lsa-mu, biroq ulardagi urf-odatdan yotlashish yuzlanishi, hatto nomus qilish xohishi ularni millatga yetakchilik qilish va milliy mavjudlikni saqlab qolishdagi avangard shaxs bo'lishdan mahrum qilgan. Qaraydigan bo'lsak, eng ilg'or Uyg'ur, eng namunalik Uyg'ur yanala til yoziqi va milliy urf-odatlariga sodiq bo'lgan Uyg'urdir. Uyg'ur xalqining milliy mavjudligini qo'g'dash yo'lida samimiy bo'lgan o'limalar ona vatanida jon berdi. Ona vatanida dafn qilindi. Vatandagi ilg'or o'limalar Uyg'urning til yoziqi va urf-odatlarini to'liq va mukammal saqlab, necha avlod keyingilarga shu peti yetkazib berishda muhim rol o'ynagan bo'lsa, eng mutassib degan o'limalarmi Uyg'urlarni xitoylashib ketishdan to'sish rolini o'ynagan. 5. Uyg'ur tibobatini qo'g'dash jihatda. Uyg'ur tibobati Uyg'ur tabiiy fan utuqlaridan hozirgacha eng mukammal saqlanib kelgan bir qismi hisoblanadi. Uyg'ur tibobati Uyg'ur madaniyatining eng yuqori pallasi va Uyg'ur madaniyatini har vaqt dunyoviy yuksak madaniyat sifatida namoyon qilib turadigan oliy hayot falsafasi bo'lib hisoblanadi. Yaqinqi 70-yilda Xitoy Uyg'ur tibobatini yaklash, kamsitish va inkor qilish harakati qo'zg'agan. Mana shundoq ig'ir haqoratlar va ahonatlarga chidab yurib, Uyg'ur tibobatini Xitoy Jungi tibobatining bir qismi bo'lishdan saqlab qolganlar yanala Uyg'ur o'limalari edi. Uyg'ur tibobatining bo'shki bo'lgan Xotan viloyatida tunji bo'lib tibbiy maktab va Uyg'ur tibobat doktorxonasi qurib chiqqan Abdulhamid Yusuf Qarajim bo'lsa, Xotanning o'z davridagi yagona allamasi edi. U kishi yolg'iz diniy fanlarda emas, balki har xil ilm ma'rifat sohalarida nufuzli kishi edi. Abdunum rayonlik Uyg'ur tibobat doktorxonasining sobiq mudiri bo'lgan Abdumajid Hojimmo o'lima kishi edi. Undan boshqa Xotandagi Abdulla Yusuf Hojim va Qashqar, Xotandagi necha avlod davom qilgan tibobat pirlarimo o'lima edi. Uyg'ur o'limalari bir qo'lida diyonatni, yana bir qo'lida tibobatni tang ilib mengib, Jamoliddin Aqsaroydan keyingi 8 asrda bu xil an'anaviy afzallikni saqlab kelgan edi.